Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadarlik Qur'ondan nazar programmamizningki ko'rmanlari. Hammanglarningki mushu vaqti va buningki vaqt xayrli bo'lsin. Bugun biz Qur'ondan nazar fidoyilar ekranidagi Qur'ondan nazar programmamizningki 69-sonida sizlar bilan yana yuz ko'rishish nasib bo'ldi. Bu 69-sonda ilahi kelimatullah, ya'ni Allah'ın kelimesini âli qilish haqida söz qilmoqchi. Bu söz ve onun cemiyetdeki o'rnini, vaznini, rolini ve ta'sir qatorliqlarni yuqori ko'tarishga buyurilganligimiz, hatta bu yo'lda odatdagi so'z harakatlarimizni tortib, odam o'ltirishga qadar tevrenmesligimiz, özünü Allah'ın bendisi, İslam'ın ümmeti deb hesaplaydigan her kişinin bununla mesuliyet ilgisi bulunduğanlıqdek düşündürüşler, vəz təbliğlər ve medahlarını anlap geldik. Bu an düşünce Kur'an'daki mənbələrə görə zadı qandaq. Biz hakikaten şunda qilishqa buyurulduk mu? İlahi kelimutlar zadı nimini bildirdi? Bunun bilen bizning munosabatimiz qandaq bo'lishi kerak degandek bu savollar tug'iladi. Qani ustoz, bu to'g'riliq bizga Qur'ondan nazar yusunda nimalarni so'zlab beradilar? Qani marhamat ustoz. Assalamu alaykum, hörmətli qarindaşlar. Hammalarning shu vaqt xayrli bo'lsin. Bu Qur'on nazar programmasındaki nurg'un 68 qismdagi hammasida asosan Qur'on nimaga chaqirib kelganligining o'zini, biz nimaga e'tiqod qilib kelganligimizni yoki nima ish qilib kelganligimiz haqida nurg'unlagan suhbatlarda bo'ldik. Endi bizniki aramizda biz kichik vaqtdan tortib ki shu O'rta Osiyoga chiqdik va nurg'unlagan yerda faoliyatlarga qatnashgan bo'ldik. Shu yerdagi tabliğlarni anglagan bo'ldik. Bizning nurg'un qarindoshlarimiz bu sohadagi bo'lib ilahi kelimatulloh degan sohadagi tabliğlarni yamanjiq anglagan bo'ldi. İlahi kelimatulloh degan nima degan so'z degan vaqtda Allohning dinini yuqori ko'tarish degan ma'noni ifodalaydi. Buningdan bizniki dini sohada, ya'ni diniy kasbni o'qigan insonlarimiz mushu kelimaning o'zini, ya'ni kelimatulloh degandan bu yerda Allohning dinini maqsad qilgan. Misol, aslida bu kelimadan Allohning kitobi Qur'oni Karim maqsad qilinishi kerak. Ama Allah'ın dinini maqsad qildi. Allah'ın din deyishimizda buning ichidagi farq bu Kitabullah, Sünnet Rasulullah deb Allah'ın kitabı bilan Peygamber Aleyhisselam'a nisbat berilgan rivoyatlarning ikkisini qo'shib, onun o'zini kelimatulloh, yani Allah'ın dini qilib bekitdi bu bizdagi diniy sohadagi insonlarimiz. Va bu sohaga insonlarning o'zini chaqirdi. Ve muşu asasda yol meniş arkalık Allah'ın kelimesinin özünü, Allah'ın dinini yükseltiş, yukarı orunga çıkarış. Allah'ın dini töven düşüp ketdi degan ma'noda gipçe Allah'ın dini tövellişip ketdi. Biz onu yukarı orunga çıkarışımız gerek. Biz onu aslında törük koyup özü kötürüşümüz gerek degandek muşundaq nayet özel qamlaşmagan bir narsalarni ifodalaydi. Va bu kelimatulloh degan ilahi kelimatullohni ondan keyin insonlarning o'zini har qanday bir yo'lga, mayli to'g'ri yo'l bo'lsin, mayli xato yo'l bo'lsin, o'zining manfaat yoki har qanday yo'liga insonlarni keltirish uchun dasmiy qilib ishiltib keldi zaten. Masalan, bir ishqa yoki qismini yaqinmisin deyli, bir ishqa iqtisod toplamoqchi bo'lsa-mu, ilahi kelimatullohni ishiltidi va shu orqali insonlarning o'zini Allohning dinini yuksak o'ringa chiqaramiz degan ma'noda iqtisod toplaydi. İnsanlarımız hozirgi vaqtida
dini soat o'qitimiz degan bo'lsa-mu, ya'ni Allohning dinini yuksak o'ringa chiqish uchun o'qitilganligining o'zini deydi. Ya'ni bizning insonlarimiz buni tarixdan buyon yana yutib kelgan. Mushu yemchik qilingan mushu so'zlarning o'zini yutib kelgan va mushu so'zga aldanib kelgan yani. Mana shu aytgan vaqtida agar buning o'zi kirmagan vaqtida u odamning o'zini jahannamlik bo'lganligini, u odamning murtad, murji, kafir, xotin talaqqini halol, meli halol, xotin bolalar halol bo'lgan ashundaq kelimalar bilan uning o'zini eyblab, haqoratlab, tahdid silib, bu dunyodagi azob, u dunyodagi azob, qabr azobi degandek nurg'un azoblarni, nahnisi azoblarning hammasini o'zi ashad so'zlash orqali u insonning o'zini qo'rqitib, ondan keyin o'zi mayli ixtiyori bo'lsin, mayli majburiy bo'lsin, ya'ni indak keltirdim. Indak keltirishniki birdan bir o'zi oshqushlik rolini o'ynaydigan kelima İlahi kelimetullah degan kelimani ishlatadi. Misal 95-96 yillari qurilgan Sharq Turkiston Azad tashkilotidagi o'zi faoliyat bo'layotgan vaqtidami, ash faoliyatning o'zini to'sib, İlahi kelimetullah deganning o'zini bana qilib, vatan millat uchun ish qilsak bir zambil go'sh olamiz. Biz o'zi ilahi kelimetullah uchun ishlamasak bo'lmaydi deganni bana qilib millatni bo'ldigan shundaq voqelik bo'lgan. Undan keyin yana 2012-13lar o'llardan boshlab misol mush o'rta sharq yani Suriyaga chiqargan ishlarning hammasi nima desa ilahi kelimetullah bazalandi misol. Ashuni bazaga solib Allohning kelimasini oliy qilish maqsadida biz ashaga chiqsak aşı qar bayroqlar bilan birga bo'lib Allohning kelimasining o'zini yuksak o'ringa chiqamiz degan narsani shuar qilish orqali nurg'un insonlarimizning o'zini u yerga chiqqan bo'ldi va nurg'un insonlarimiz u yerda o'lgan bo'ldi, angirtbidin qadrsiz holatda va nurg'un o'zi ayollarimizning o'zi tul qolgan bo'ldi va nurg'un bolalarimiz yetim qolgan bo'ldi. Yani shu shuarniki oqsiga kirib o'ldirib. Hamda u yerda ilahi kelimetullah degan mush shuarning o'zi amalga oshdimi degan vaqtida oshmadi. Asli bu shuarning tegi yolg'on, tegi xato o'rinlashtirilgan, xato ko'tarilgan bir bayroq bo'lg'ashqa u narsa amalga oshmadi. Chunki xato narsa hamon mag'lubiyat bilan oxirlashadi. Uning uchun u yerda eng oxirgi hisobda mag'lubiyat bilan oxirlashib, u yerda nurg'unlagan o'zi bizga bo'lib Sharq Turkistonlik qarindoshlarga o'zimizning qarindoshlarimizning o'ziga ziyon bo'ldi. Ya'ni bizga ziyon bo'ldi mana aytgan vaqtida. Odam sonida ziyon bo'ldi, Uyg'urlarning xalqarodagi obraz sohasida ziyon bo'ldi va nurg'unlagan iqtisod sohasida ziyon bo'ldi misol. O'rta Osiyodagi ishlarning o'zidami birinchi darajada O'rta Osiyoni sestyapti Uyg'urlar shu vaqtning o'zida. Mush ilahi kelimetullah degan narsani bana qilib o'tirib chiqarish orqali O'rta Osiyoda tug'dak holatimizni qo'ymadi. Undan keyin o'zi u yerda qancha minglagan insonlarimiz tijorat qilyapti, uniki nurg'unlagan million milliardlarcha agar hisoblab ko'rsa, iqtisod jihatdan o'zi ziyon soldi va o'zimizniki qarindosh millatlar bilan bizning oramizga ziddiyat paydo qildi yani. Shundaq o'zi xato shuarni oqsiga kirib o'ltirib, ishini ta'tir qilib, o'zimizni ishini bilmay, boshqa bir yo'lga, ya'ni o'zi shu yerda qulug'imiz olgan narsa, hattoki biz o'z davlat qursak, shu O'rta Osiyo Jumhuriyatlarida davlat qurmaymiz, bunday davlatning keragi yo'q degandek, shunday gaplarni qilib, u yerda gaplarni qilsak yomon chiqadi. Qo'ngimda ishda yo'q, etim majam bu degandek gap hamdi. Ayda qilib, u yerdagi o'zi qarindoshlarni xapqan bo'ldi. Ular andan keyin bizni u yerdan qo'g'ilgan bo'ldi. Yana u yerdan minglagan, 10 minglagan tijorat qilayotgan va ashada o'y turayotgan, hatto keyingi vaqtlarda agar mumkinchilik bo'lsa ashada qilib qilib, u yerdagi Uyg'ur jamoatini ko'paytib, yana Uyg'urlar hozirgi vaqtda nurg'unlar Uyg'urlar ashada qilib qilish orqali saqlanib qolgan bo'ladi-da. Shundaq o'zi nurg'unlagan ishlarga nima soldi, ziyon soldi.
O'rta Osiyo sesitqanni oz deb, keyingi vaqtda nimaga Turkiyaga keldi va Turkiyada nurg'ulg'an qalaymaqan ishlar qatnashish orqali Turkiyani sesitishni maqsad qildi. Ham Turkiya hukumati nihoyatda koni bir shu beshidan yomon jiq ish o'tgan bir davlat bo'lg'achqa jinoyat o'tkazgan odamlarni ayblash orqali, uni tutish orqali jinoyat o'tkazmaganlarga tegmay keldi. Va lekin shunday bo'lsa-mu, u yerdagi qarindoshlar Turkiya hukumatining nazarida u haq-nohaq masalasi biroz orilgan bo'lsin, xalqi oldida Uyg'urlarning obrazini tushiradigan, ya'ni obrazi o'zi asosan xunuqlashib ketdi nima Turkiyaning o'zida. Ya'ni men Uyg'ur desa, hattoki ijaraga uy olmaydigan bunday holat shakllanadi. Hattoki ko'chada mang'an taqdirdami Uyg'urlarga alqidek, burunqidek voy qarindishim deb qiziqish orqali qaraydigan ahvollar tamoman o'zi %70% degandek tövellab ketdi. Çünkü avam xalqning o'zi ham siyosat tushunmagandan u yerdagi insonlarimiz hammasi xurafiy, o'zi radikal ashunda bir holatda tug'an turqidan misol qo'yib olgan soqollaridan, kiyib olgan kiyimlarigachilik hammasi qarasa intayin radikal ashunda bir holatda bo'lgandan keyin bu insonlarimiz u yerda Uyg'urlarga yomon ta'sirlarni, Uyg'urlar haqida yomon ta'sir berdi va Uyg'urlarning obrazini xunuqlashtirib yani mana shu vaqtda. Buning hammasının sababchisi nima degan vaqtida u yerdagi birdan bir o'zi shuar ilohi kalimatulloh. Yani Allohning kalimasining o'zini yuksak o'ringa chiqish deganning o'zini maqsad qilganda. Hattoki Turkiya hukumatining o'zini tog'ut davlat degandek shunday o'zi qalaymaqan so'zlarni qilish orqali davlatga odatdagi bir yani Sharq Turkistonlik odatdagi bir insonlarning o'zini davlatga o'sh holatda o'sh ko'rsatadigan u davlatni e'tirof qilsa xuddi bir shaytonni o'ziga o'zi yo'lbosh chiqib e'tirof qilgandek ashundaq o'zi bo'ladigan qilib aynoq ko'rsatish orqali u yerda nurg'ulg'an yoshlarniki kallasini qaymoqtirib u yerdagi davlatga ya'ni hokimiyatga salbiy ko'zda qaraydigan holatni shakllantirdi misol. Yani bu orqali ilohi kalimatulloh degan bu dasmi Uyg'urlarga nihoyatda og'ir ziyonlarni soldi. Yani mana shu vaqtda. Aslida bu ilohi kalimatulloh degan narsa bu bormi? Degan vaqtida bu shu nimalarda bor? Rivoyat hadislarining ichida bor. Ilohi kalimatulloh degan o'zi kalimalar rivoyat hadislari bor. Ya'ni Allohning kalimasidan iborat Allohning dinini ko'tirish, yuksak o'ringa ko'tirish degan bundaq bir o'zi ma'noda ishlatadi. Mana shuning o'zida shu rivoyat hadislari bor. Buniki yana so'zlab kelsak, nihoyatda jiq hozirgachilik masalan Turkiyada, O'rta Osiyoda Uyg'urlarniki burunqidek obrazi asli kelinmaslik. Chunki nima sababdan degan vaqtda bunda xato shuarlarni tovlash orqali xato o'zi lozunkalarning orqasiga ergishib xato bir tushuncha, xato insonlar biz, xato yo'lda mang'an insonlar biz degan ma'noni atrofdagi insonlarga berish orqali ularning oldida yomon qariladigan bir narsaga aylanib qoldi Uyg'urlar misol. Biz hozir nima musulmon mamlakatlar Uyg'urlarga yordam qilish, Uyg'urlarning hozirgi ahvolini e'tirof qilish, hech bo'lmasa zulm Xitoyni qilayotgan ishi zulm deyish lozim edi. Agar zulm to'xtat deyamizmi, zulmni zulm deyish kerak edi deb uningga nurg'ulg'an qaqshashlar bo'ldi. Va lekin hech qaysi bir ishki davlat uni deb qo'ygan bilan qolgan 50-60 davlatning hech qaysi uning o'zini e'tirof qilmadi. Sababi nima degan vaqtida Uyg'urlar sirtqa o'zi xato tushuncha berdi. Xitoylar u xato tushunchani texmbak o'zi o'tirg'a chiqish orqali hozir bo'layotgan ishlarning o'zini, ya'ni Uyg'urlarning ustidan bo'layotgan ishlarni haqqib ko'rsatadigan bir holatni shakllanishiga sabab bo'ldi, ya'ni mana shu vaqtda. Endi agar so'zlasak, buni bir kun so'zlasakmi tugamaydi. Shu qadar bizga tariximizda yana shu Uyg'urlarning ruhini sundiradigan ruhiy jihatdagi jismoniy yana shu son jihatdagi
iqtisod jihatdagi mushundaq o'zi sohadagi ziyonlar haddi hisobsiz bo'ldi. Masalan, men 94-yil O'rta Osiyoga chiqqan bo'lsam, 2015-16 yillik oraliqda ko'rganlarimni hisoblasam, Uyg'urlarniki mushu shuar oqisida menish orqali tatgan ziyni haddi hisobsiz hamdi. Haddi hisobsiz tatdi, ammo foyda degan vaqtda hech qanday foydalanmadi. Yani nurg'un odam deydiganda, shu sohada o'lib ketgandiki, u odam jannatga emasmi deb o'ylaydiganda, lekin bundaq yo'l bilan menish orqali agar jannat kirgili bo'lsa, u jannatga boshqa odamni kirishga hojat qolmaydi. Masalan, shu odamlar, shu to'qbuqi insonlar u jannat kirsa, u to'qbuqlar bilan u yerga kirib, u jannatni u avorchilik bo'ldigan yerga kirishga hojat qolmaydi misolda. Yani shu nimada qo'lchilik Ismoil Qor degan qog'iliqqa borgan vaqtda shunday bir gapni qilib, shunday bir shunday bir kuldirib o'tgandi. Nima saqal qo'ymaylar desa, Alloh taolo qiyomat kuni meni saqalliqlar bilan bir yerga kirib qo'ymasin deb qo'ymayman degan bir gap bo'ladi. Nima ishqa desak, ular kirgan jannat kirishga hojat yo'q degancha. Demak, nima degan vaqtda bu problem chiqirgan insonlar u yerga kirsin, problem chiqirib insonlarga nim bermaydi. Huzur vermaydi degan gapda. Ama shundoq tushunib ketgan, ajalqi tegin tushunsak ashtaqa yerga borganda. Demak, mushu kelimatulloh degan o'zi Alloh taoloning kelimasidan iborat, Qur'oni Karimdan iborat bu ulug' bir narsaning o'zini nayt puchak bir narsalarga ishiltish orqali insoniyatning o'zini voz kechtiradigan, zeriktiradigan, yo'qizadigan shunday bir holatga akilish, bu bizniki diniy sohadagi insonlarimizdan qo'ldan keldi misol. Bu butunlay o'zi insonlarimizni, ya'ni avam xalqning o'zini aldash mush sohada, shu yo'lniki to'g'riligi bilan aldash orqali insonlarimizni vayron qilish, har sohadan vayron qilish. Ya'ni o'zi siyosiy sohani vayron qilish, misol bundan keyin bu vatanning o'zini ozod qilib bo'lmaydigan o'shaydi. Bu insonlar mana shunday bo'lgan bo'lsa degandek, yoki vatanni ozod qilish kerak yo'qki, biz eloy kelimatulloh uchun o'lsakli bo'ldikin emasmi deydigandek shunday bir tushuncha hosil qilish orqali insonlarimizning onglarning o'zini vayron qilib o'tdi. O'z vatani, o'z millati uchun xizmat qilishning o'rniga boshqa insonlarniki katman chepib boshqa yerga berib, biz bilan hech aloqasi yo'q yerga berib o'zi o'lish, u yerga berib biz hayotimizda o'zi agar vatanda bo'lsak hech bir zaman uchrashmaydigan insonlar bilan qarshi ilishib, ularni o'ldirish ishlarini ep berish orqali bizniki shu mujohid qarindoshlarimiz yana xato yo'l boshlagan dindorlikning oqisiga kirish orqali shunday vayron bo'lib ketdi. Men bu Suriyalik bir qancha ayollarniki video ishlab shu YouTube qo'ygan bir narsani ko'rgandim. U ayol deydiki, Turkistonliklar bolalarimizni chaqirib olmamsizlar. Bular o'zi mushu yerga chiqib bizniki erlarimizni o'ltirib, bizni tul qilib, mushu bolalarimizni yetim qilish uchun mushu yerga chiqdimi degan o'sha nayt o'zi ig'ir, yani buni nurg'ulgan gaplar ichida shunday bir bizga munosabatli yerlar va shunday gaplarni qilganligini videoda men anglagandim. Demak, Xitoy hukumati o'z vaqtida butun Xitoylarga bizni sat ko'rsatishning sirtida butun islom dunyosiga sat ko'rsatish uchun o'zi sat ko'rsatishga ulgari degan gap. Undaq bo'lgan ekan, undaq nega vas qalayimqanchalik chiqirdigan, nega vas insonlarga foyda berishning sirtida zarardan boshqa narsa kelmaydigan bu insonlarga hech qanday bir odam yordam qilgisi kelmaydi misol. Hech qanday bir odam "Meni yordam qilaylik" desa, to'xta, uni nima yordam qilamiz? Odam emas u deydigan yerga akirish uchun Xitoy mana mushundaq o'zi mushu kelimalarning o'zini o'ttirib qo'yish orqali insonlarimizni butun insoniyatga yomon ko'rsatgan bir holatni shakllantirish uchun Xitoy mana mushundaq o'z rollarni o'ynadi. Buning birinchi rolchi bo'lgan, bosh rolchi bo'lgan insonlarimiz kim bo'ldi desa, ya bilib, ya bilmay mushu yo'lda mangan, mushuni chaqagan mollalar bo'ldi yani. Undaq desa, sen davomli molla bo'l qolsa deydi. Endi amaliyat bo'layotgan ish bu.
Onun özüne başka bir adamga atqıla olmaydı adette. Şunun için bunun desek bunun özüne sen keşke bunu dep turib alsa başka sahar gap qilmaysiz deydi. Biz her sahar gap qilyapmiz, lekin biz xatolikni qo'rqmay o'tirib qo'ya oladigan, xatolikni ma xato ekan deb e'tirof qila oladigan, uni to'g'ri tarafi xosi deb izlana oladigan bir holat bizda shakllanishi kerak. Uning uchun biz xatolikni tunimay turib, xatolik tunigandan keyin to'xtab turib, buni to'g'risini deb uning izlanadigan yo'llarning o'zini izlanmay turib, biz hech bir zaman ishimizni hal qila olmaymiz yani. Yani ilahi kelimetullah degan bu salbiy bir o'zi bir kelimeniki bizga keltirgan ta'siri, yomon ta'siri Uyg'ur millatiga bo'lgan ziyni nima bo'ldi bayqi degandek, nurg'unlar yani Uyg'urlarning obraz jihatda, ruhiy jihatda, yani o'zi mustaqillik, erkinlikka bo'lgan irodasiniki sundirilish sohasida nurg'unlagan o'zi ziyon bo'ldi va shunga o'xshash yana sundirilishlar emas, bu vatan millat uchun ish qilishni keragi yo'q ekan-ku. Bu shu ilohiy kelimatulloh uchun o'lsakli bo'ldi ekan-ku, jannat kirdi ekanmiz-ku deydigan yana o'zi kurashniki tig'uvchining o'zini o'zimizniki tarixiy dushmanimizdan boshqa yerga burash uchun ishiltiladigan mundaq bir holatni shakllantirish uchun qo'llanilgan bir kelim bo'ldi bu ilohiy kelimatulloh. Bizniki shu bizning tarixiy dushmanimiz Xitoydan iborat. Bu o'z dushmanga qarshi turish va vatanimizni ozod qilish, millatimizni erkinlikka erishtirishdan iborat shu g'oyadan toydirib o'tish va toydirib o'tib boshqa bir yerga kirib qolish, boshqa bir narsaga nishonga kirib qolish uchun o'zi birinchi bizga o'zi nima bo'lgan nishon ko'rsatmagan, ya'ni xato bir nishonni ko'rsatmagan bir kelima mana shu bo'ldi. Buni bizniki diniy sohadagi insonlarimiz nihoyatda Xitoyning digindek shunday o'zi yaxshi o'ynab berdi. Undan keyin Xitoyning digindek shu xalqaroga millatning o'zini shunday sat ko'rsatishga ulgatdi, ya'ni mana shu vaqtda. Bu yana yig'ib aytgan vaqtida dinda yo'q, ya'ni Qur'oni Karimda bo'lmagan bir kelimening o'zini diniy kelime qilib ko'rsatish orqali millatimizni xalta ko'chiga boshlab, millatga hem ruhiy jihatdan, hem iqtisodiy jihatdan, hem jismoniy jihatdan o'zi ziyon serish, o'zi og'ir ziyon serishga olib kelgan bir o'zi bir jumla so'z bo'ldi, ya'ni ona aytgan vaqtida. O kelimeninki yüzünün nimesi manası selbi mi yoki bo'lmasa ishlatgan onu iste'mol qilgan chog'da onun ma'nosini o'zgartib nima qildimi? Bu kelime aslida shundoq salbiy bundaq nima qilganligi qurashtirilgan bir kelime. Ilohiy kelimatulloh deganni Qur'oni Karimda yo'q mana shu vaqtida. Qur'oni Karimda berni nima degan vaqtda kelimatullohi hiyal ulya degan kelime so'z bor. Ama asla ilohiy kelimatulloh yo'q. Yani Allah'ın kelimesini yuqori o'ringa ko'tarish degan bir narsa hech qanday bir yerda yo'q. Alloh taolaniki insonlarning u Allohning kelimesini yuqori o'ringa ko'tarishiga Allohning ehtiyoji yo'q. Allohning kelimesining ehtiyoji yo'q yani. Yani Allohning kelimesi o'zi yuksak bir kelime, uni inson uni yuqori o'ringa ko'tarish orqali yuksaltirilgan bir narsa emas. Uni yaqa vaqtida. Bir, ikkinchi birisi o kelime Allah'ın kelimesi bo'lganligi uchun o insonniki yuksaltishga hech qanday hojati yo'q. Alloh taolo o kelimening o'zini yuksaltolmay insonga o'zi ma'ni qilishib bersan deb bir o'zi yordamga chaqirgan bir yer yo'q. Shuning uchun bu yerga narsa nima degan vaqtda asli bu kelimeni paydo qilishdagi maqsad xato bir narsani yoki xato bir ko'chaga insonlarni boshlash uchun paydo qilgan bir kelime. Mana aytgan vaqtida. Yani insanlar xolis holatda o'zining niyati bilan xolis holatda aş yolda can berish, aş yolda pulusini berish, aş yolda aqli her narsani berish uchun insonlarni aş xalta ko'chiq solash uchun insonlarga o'zi shunday to'qib chiqilgan bir kelime, bir jumla kelime mana aytgan vaqtida. Buniki xatoligi tarixdan buyon bo'lgan, yani mana aytgan vaqtida tarixdan buyon ilohiy kelimatulloh degan shu so'zning o'zini
nurg'un qatim misol 33-yildagi Xo'jniyoz hojimniki zamonasidagi inqilobni ko'rgan vaqtidami shu Tungan net nima deya? Majongyan. Majongyan degan Tungan oqsiga agashgan nurg'unlar Uyg'urlar bo'lgan ekan, u xalif quramiz, ilohiy kelimatulloh uchun o'zi harakat qilamiz deb shu manga vaqtida nurg'un Uyg'urlar vatan millat uchun kurash qilishni tashlab qo'yib Tungan oqsiga kirib olgan. Ve Xo'jniyoz hojimlik Xo'jniyoz hojim askar evatsa Tunganniki shu 100 askarga qarta 200-300 askarni evatsa mag'lub bo'lib qaytib kelgan. Nima uchun mag'lub bo'ldi deb keyin tekshirib ko'rsa, u ilohiy kelimatulloh uchun harakat qilayotgan insonlar qarshi o'q chiqarishniki xato bo'lganligini, u sababdan ular qarshi o'q chiqarolmay, shunday mag'lub bo'lganlik sohasida shunday hikoyalar bor. Bu bizga haddi hisobsiz shunday o'zi ziyonlarni keltirdik tarixdan bu yana. Hem bunun to'g'risi bormi degan vaqtda to'g'risi bor. Qur'oni Karimda bunun to'g'risi bor. Misol Qur'oni Karim nima deydi degan vaqtda Sura Tövbe'nin 40-oyatida Estağfirullah Allah tansuru faqat nasarahullah iz ahrajahul kafaru saniyasnayni iz huma fil ghar iz yaqul li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنوده لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم degan shu Sura Tövbe'nin 40-oyatida shu so'zni qildi. Ya'ni kelime sufla, ya'ni o'zi insonlarni texmbek o'zi yavil yaksan qiladigan, vayron qiladigan kelimalarga ergashgan insonlar vayron bo'lganligi va bu yerda Allohning kelimasi o'zi oliy ekanligi. Bunun maqsad agar Alloh taolaniki kelimatullohiyal ulya ya'ni Alloh taolaniki oliy bo'lgan kelimasiga ergashsa, u odamlar o'zi ziyon tortmaydiganligi, hech bir zaman o'zi vayron bo'lmaydiganligi şunun özünü gösterdi. Yani şununla asasen Peygamber Aleyhisselam bilen Peygamber Aleyhisselam yenda birge mangan Mekke'den Medine'ye hicret qanaş Ebu Bekir işkisinin özünü maksat kılındı bu yerde. Bu işkisi şu doğru kelimege, Allah'ın kelimesine ibaret ali şu kelimege ergeşkenlik için ulaniki mağlup olmaganlığı hakkındaki bir ayet emdi. Münasebet vaxtıda. Bu yer nima deydi degan vaqtda kelimetullahi yel ulya deydi Allah Teala. Allah'ın kelimesi alidir deydi de. Hiç bir zaman ilahi degan nima o'zi bir kelime yok bu yerde. Yani Allah'ınki kelimesini sizlar o'zi yuqori ko'tarib berib bu tavallab ketib qoldi yoki degandek bir o'zi ma'no yo'q, nima kelime yo'q. Sebep nima degan vaqtda Allah'ın kelimesi o ali. Hem bunu da maksat nimani maksat qilyapti degan vaqtda İnsanlığa Allah Teala ali bo'lgan o'ziniki kelimesini tushirish orqali insonlar ashunaq ergashsa u o'zini ali qila oladiganligini o'zini bildirdi. Buni biz nurg'ulg'an darslarimizda ancha-muncha deb o'tdik. Tafsili bugünkidek maxsus bu sohada to'xtalmagan bo'lsakmi? Yani Allah Teala Qur'oni Karimda yani bu halqi kelime kelgan vaqtda kelimatullohi degan shu kelime kelgan vaqtda nimani bildirdi desa bu hazırki Ehl-i Sünnet vel Cemaat'ın digindek Kitabullah ve Sünnet Resulullah dep Peygamber Aleyhisselam'a çaplangan rivayetinin hemmesini bu Allah'ın kelimesi, Allah'ın dini dep bunda qarmaydı Kur'an. Kur'an'da faqatla Kur'an-ı Kerim kösetken nesi din. Başka hiç kandak nesi din bulanmaydı. Eğer o Kur'an kösetken nesi doğru kelse o doğru olan buldu kalas. Ama o din bulanmaydı. Meyli Peygamber kılan işi olsun, meyli Peygamber sözlügen söz olsun. Qur'oni Karimning sirtini so'zlagan narsa bo'lsa, har qanday bo'lsa, to'g'ri kelsa to'g'ri bo'ldi. Ammo uni din demaymiz, uning o'zi dini to'g'ri kelgan so'z deymiz. Mana shu vaqtida. Yani odatda nurg'ulg'an jamiyatda bo'layotgan, jamiyat yashayotgan insonlarning so'z harakatlaridan nurg'ulg'an o'zi so'z harakatlar Qur'oni Karimga to'g'ri keladi. Shuning hammasini din devamaymiz, dini to'g'ri keladigan so'zni qildi odam deymiz. Eğer işi to'g'ri kelgan bo'lsa, o dini to'g'ri keladigan ishni qildi deymiz. Ama o adamın qilgan ishi din demaymiz faqatla. Shuning uchun bu yerda Alloh taolo deydi ki din faqat Qur'oni Karimdagi narsa
Ama onun sırtdaki narsa o'zi din bo'lmaydi. Dinga tatbiqlash orqali uniki to'g'ri xatoligini o'zini yakun chiqarishga bo'ladi degan gap. Shuning uchun bu yerda nima desa, Allohning kelimasi u oliy deydi-da. Endi oliy narsaga Alloh taolo o'zi nurg'u yerda sizlar o'zi Alloh taolo tushirgan narsaga erishinglar deydi. Payg'ambar alayhisolamga ittabi ma yuha ilayk deydi. Qolgan insonligimi o'zi ittabiu degan o'zi ko'plik turdiki o'zi oyatlar bor. Bu nimani bildirdi desa, Alloh taoloning kelimasiga ergishinglar. Alloh taoloning diniga ergishinglar deydi. Yani Qur'oni Karimda ko'rsatgan narsaga ergishinglar. Shu vaqtda nima bo'lasizlar desa, o Sura Ali Imronning 139-oyatida "Va la tahinu va la tahsanu va antumul a'lamun in kuntum mu'minin" degan o'zi oyatlar bor. Shuniki nimasiga to'g'ri keladi misol. Haqiqiy ishongan vaqtida, Alloh taoloning kelimasiga ishongan vaqtida u odamlar o'zi qayg'urib o'ltirmasdan u odam o'zini oliy qila oladi. Ya'ni demakchi bo'lgan narsa nima bu yerda degan vaqtida insonlar Alloh taoloniki kelimasiga ergashgan vaqtida Alloh taolo Qur'onda qil deganni qildigan bo'ladi, qilma deganni qilmaydigan bo'ldi. Alloh qil deganni qilish orqali, qilma deganni qilmaslik orqali inson o'zini o'zi yuksalta oladi degan gap. Ya'ni inson Alloh taoloning har bir cheklimasiga amal qilgan vaqtida, har bir buyruqqa amal qilgan vaqtida u inson o'ziniki bir o'zi palampay, ya'ni darajasining o'zini bir daraja yuksaltgan bo'ldi. Buni nurg'iyat dedik. Misol Alloh taoloning Qur'oni Karimda yolg'on gap qilmanglar degan buyruqiga bir inson amal qilsa, bugundan boshlab bo'ldi qat'iy yolg'on gap qilmayman desa, u odam bir zamondan keyin yolg'on gap qilmaslik u odamniki vujudiga singib ketadi. Singandan keyin atrofidagi insonlarmi odatda bu odam yolg'on gap qilmaydigan odam deydi. Eng oddiysi atrofidagi musulmon bo'lsin, g'ayrimuslim bo'lsin, o insonlarning orasida u odamniki yolg'on gap qilmaydigan, yolg'onchi emas bir inson ekanligi isbotlangan bo'ldi. Odat insonlarning orasida uniki o'zi darajasi ko'tarilgan bo'ldi. U odam Alloh taolo Qur'oni Karimda o'g'illikning o'zini cheklagan bo'lsa, o'g'illik qilmasa, hech bir inson u odamniki o'g'illik qilishdan shubhalanmaydi. Boshqa insonlar u odamdan o'zi amin bo'ladi. Amin bo'lgandan keyin atrofida bir narsa yo'qolib ketgan bo'lsa-mu, hech bir inson ma narsani bu ma ep ketdimiki, ma o'g'irlab ketdimki deb his qilmaydi. Demak, insonlar undan xotirjam bo'ladi. Bo'lgandan keyin insonlarning orasida u odamniki o'z darajasi yana bir daraja o'sgan bo'ldi. Demak, Alloh taolo Qur'oni Karimda qilma degan har bir so'zning, har bir buyruqqa amal qilgan vaqtida har bir buyruq u insonniki darajasini bir daraja o'stirdi. Alloh taolo qil degan ishning o'zini, ya'ni yaxshilik qilish, yaxshi so'zlash, insonlarga yordam berishga o'xshash, shunday o'zi yaxshi ishlarni har bir o'zi Qur'oni Karim buyurgan yaxshi ishlarni o'zini qilsa, u yana u odamniki darajasini yana bir daraja ko'tardi. Bu yerda masala nima ekan degan vaqtda insonlar Alloh taoloning kelimasini, Alloh taoloning dinini yuqori ko'tarmaydi-ki, Alloh taoloning kelimasiga ergishish orqali u inson o'zining darajasini yuqori ko'taradi. Ya'ni Allohning kelimasi bu yerda insonning darajasini, insonning o'rnini yuqori ko'tarilishini keltirib chiqaradi degan. Asla o'zi inson u Allohning kelimasini yuqori ko'taradigan bir narsa emas degan. Ya'ni bu ikkisini ilohiy kelimatulloh bilan kelimatullohiyal ulya degan bu ikki so'zning o'zini bir-birisiga selishtirgan vaqtda bir-birisi qarama-qarshi yani. O dinchilarniki to'qib chiqarib olgan ilohiy kelimatullohsi u insonlar yuqori o'rin turib, Alloh taoloning kelimasi tova o'rinda uni yuqori o'ringa ko'taradiganға bunda jadallashayotganligini ko'rsatadi. Ammo Allohning kelimasi degan vaqtda, Qur'ondagi Allohning kelimasi kelgan vaqtda bu Allohning kelimasi yuqori o'rinda, agar inson uningga esilsa yuqori o'ringa chiqa oladiganligini ko'rsatadi. Ya'ni bu bir-birisiga tamoman o'zi zid bir tushuncha. Shuning uchun bu Allohniki kelimasiga, ya'ni o'zi Allohniki diniga, Qur'oni Karimda iborat shu diniga ergashgan vaqtida insonlar nima bo'ldi degan vaqtda boy degan tam aksi bo'ldi degan gap. Boshqa insonlar ziyon sanmaydi, o'z millatining inovatini to'kmaydi, o'z millatiga ziyon sanmaydi, uni yomon yo'lga boshlamaydi. Boshqalarniki o'zi erkinlikka yoki boshqalarniki o'zi yeriga tajovuz qilmaydi, o'zining dushmanini yaxshi taniy oladi, o'zining do'stini ham yaxshi taniy oladi. Do'st dushman orasida o'zi
do'st dushmanning orasini yaxshi farqlantira oladi va o'ziniki manfaati uchun xizmat qila oladi. Ya'ni Qur'oni Karimdagi maqsad bu. Ya'ni o'ziniki ishini yaxshi bilish va o'zining ishini Qur'oni Karimga uyg'un holatda qilish. Mana bu ilohiy kelima nima? Alloh taolaning kelimasiga to'g'ri o'zi amal qilganlikni ko'rsatadi degan gap. Yana o'zi Sura Hujratning 13-oyatida Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin va unsa va ja'alnakum shu'uban va qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. İnnallâhe alimun habir degan mush oyatning o'zida nima deydi? Alloh taolaniki dargohida, Allohning nazarida hurmat sazovor bo'lgan insonlar qosika degan vaqtda Alloh taolo mush yerda xulosa chiqarib inna akramakum indallahi atqakum. Allohning dargohida hurmat sazovor bo'lgan, ya'ni Alloh hurmat qilgan degan ma'no chiqmaydi bu. Allohning dargohida insonlar orasida hurmat sazovor bo'lgan insonlar atqakum. Alloh taolo o'zi buyurgan buyruqning o'zini xato o'rindamaydi, to'g'ri ish qilgan insonlar degan gap. Yig'ib aytgan vaqt. Xatolikdan saqlangan insonlar. Yani sizlerning orangızdagi xatolikdan saqlangan insonlar Allohning dargohida hurmatga sazovor bo'lgan insonlar deydi Alloh taolo. Buning o'zi demakki bir odam to'g'ri ish qilgan vaqtida, har narsaning o'zini to'g'ri qilgan vaqtida u qanday bo'ladi desa boyagi degandek atrofidagi insonlarmi u odamning o'zini bu odam to'g'ri ish qilgan odam. Gap qismi to'g'ri gap qiladi, bir ishni qismi to'g'ri ish qiladi. Her sohada to'g'ri ishning o'zini oldiga qo'yib qo'ygan bir odam deb atrofidagi insonlarmichu u odamni hurmat qiladigan bunday holat shakllanadi. Alloh taolo shuni deyapti bu yerda. Shuning uchun bu yerda nima degan vaqtida Qur'oni Karimga o'zi biz uniki ostiga pishang solib, uni yuqori o'ringa chiqarish emas. Bu yerdagi masala biz o'zimiz Qur'oni Karimga ergashish orqali xatolikdan saqlanib, Qur'oni Karim ko'rsatgan yo'l bilan menish orqali xatolikdan saqlanib, to'g'ri yo'l menish orqali biz o'zimizning hurmatini, izzat obro'yini o'zimizning tiklishimizga Alloh taolo bu yerda o'zi Qur'oni Karim orqali yeta oladiganligimizni buyuryapti yani. Qur'oni Karimga ergashgan vaqtda insonlar xato ish qilmaydigan bo'ladi, to'g'ri ishni qilgan bo'ladi. To'g'ri ish u insonning o'zini hurmatga sazovor qiladi. Ya'ni bizniki hozir butun hurmatimiz, yuz obro'yimiz yavel yaksan bo'lib ketdi misol. Bu shunday bir shart ostida biz bu hurmatimizni qanday o'z topalaymiz degan vaqt to'g'ri ish qilish orqali topalaymiz. Ya'ni vatan millatning davosida to'g'ri o'zi yo'l menishimiz kerak. Uning uchun qattiq o'z bosh qatirishimiz kerak. Qanday o'z to'g'ri, texnik to'g'ri qilgan bo'lamiz. Shu vaqtda o'zi biz nima qildik ekanmiz degan vaqtda Qur'oni Karimdagi mush oyatga asosan o'zimizning hurmatini shu vaqt tiklay olaylik ekanmiz yani. Yani to'g'rini to'g'ri tunib, to'g'ri ishni to'g'ri vaqtda, to'g'ri yerda, to'g'ri odamlar bilan qilganda. Albatta. Yani Qur'oni Karimda nurg'ulgan buyruqlar bor. O buyruqni ma'ni qilinglar degan sohada misol jihad bizniki eng hozir ahamiyat berib kelayotgan bizning mo'llichoqlarimiz jiq ahamiyat berib kelayotgan shunday bir masala mush jihad. Endi jihadning o'zini qilish farz bo'lgan bo'lsa-mu, lekin uniki vaqti farz, o'rni farz, shart-sharoitlari farz, hamma narsa farz. Xuddi masalan namoz bir odamga namoz o'qish farz bo'lgan bo'lsa, u namozniki o'rni pokiz bo'lish farz, badanning pokiz bo'lish farz, badanning yepilishi tegishli, ya'ni yepish farz. Aşının qo'shash o'zi namozniki ichida va sirtida 6-12 dona farz bor degan bir nim bor-ku. Men moshunga o'xshash bir farzning atrofida nurg'ulg'an farzlar bo'ldi. Demakki bu yerdagi narsa nima degan vaqtda Alloh taolo o'sha yerda atqakum deb taqvo kalimasini ishlatishdiki birdan bir sabab nima degan vaqtda bir buyruqni ijro qilish bir masala. Ya'ni bir buyruqniki mushu o'zi
Allah'ın emrike deb itiraf qilish masalasi, üstümüzge elish masalasi bir masala. Onu o'rnida, vaqtida, sharoitni to'g'rilab turib qilish bu nihoyat uningdan belki o'zi muhim bir masala. Bu taqvo degan kelima ashaga ishlatildi misol. Taqvo deganda bir o'zi Alloh taolaning buyrug'i, bir narsani Alloh taolaning bir buyruqning o'zini Allohning buyrug'iga deb tunish bo'lgan bo'lsa, o tunigan, e'tirof qilgan o buyruqning o'zini amalga oshirma desa, o inson o'zi paloh bo'lib chiqib xohlagan yerda amalga oshirishga bo'lmaydi degan gap. Ya'ni bizniki insonlarimizniki ziyon tortgan yerlar mana shu jihad qilsa bo'lmaydi. Jihad qilish kerak, uni o'rnida qilish kerak, o'zining dushmani qarshi qilish kerak, o'z vaqtida qilish kerak uning o'zini. Sen qayerda o'zi eshik angirgan daftaranlığa yeg verib, sen o'zi u yerga verib men jihad qildim deb u yerga verib qilganingni o'zi o jihad hisobiga kirmaydi. U yerga verib haqqa zulm qilgan qildi. O zulm o insonning o'zini asla o'zini nijot topqizmaydi misol. Shuning uchun bu yerdagi masala nima degan vaqtda hozir degandek Qur'onda buyurgan narsani mana shu buyruqni ijro qilsam bo'ldi-ku degan narsani kallamizga kirdirib olish bu bir xatolik. Buyruqni qilsam qilishim lozim deyishim degan narsa kallamizda bo'lish kerak. Uniki vaqtini, sharoitini, o'rnini hammasini to'g'ri tepib turib qilish bu ikkinchi cho'ng bir farz yani mana shu vaqtda. Shunga namozni Alloh taolo nimqa vaqtda kitoba mavquta degan bir ibora bor Qur'onda, namozning o'zini vaqti belgilangan bir ibodat qildim deydi. Bu nima degan bo'ldi? Xohlagan vaqtida sen o'zi o'qisang bo'lmaydi uni. Uniki vaqti bor. Shu vaqtda o'qiysa. O'rni cho'digan bu vaqtida o'rniga tahorat deganning o'zini bayon qilib qo'ydi. Uni jonglida deb pokiz bo'lishing kerak. Pokiz bo'lishing kerak degandekilla bedenimiz pokiz bo'lish kerak, kiyimimiz pokiz bo'lish kerak. Uningdagi namoz o'qiydigan yerimiz pokiz bo'lish kerak. Uningdagi o namozning o'zini vaqtida o'qishimiz kerak. Shu vaqtning o'zida o namoz bo'ldi. Yani namozni o'qib deb eshakni eg'iliga kirib o'qib olsak, u namoz bo'lmaydi, yo'q bo'lmaydi. Suydi ko'rib turgan kiyim kechakning ichida o'qisak namoz bo'lmaydi. Shuning uchun hamma sohada biz o'zimizni to'g'rilab turib, uningdagi o'qigan vaqtda o namoz bo'ldi. Alloh taolo undaq namozni o'zini qabul qildi. Yani Allah Teala bu yerde palan işini kılınla, pustan işini kılmanla, depli koymasın, her bir işki takva kelimesini keltirilik. Bu nemini bildirdi ise, o işini kılınla, yani onu doğru kılınla deyik Allah Teala. Yani bir işini kılış demez, onu doğru. Mesela, şu nepki barısı mı, takvalıkını gösterdi, bir adam bir sadaka ihsan berishga vaqtimi taqvolikni ko'rsatdi Alloh taolo. Uni qanday taqvolik bo'ldi degan vaqtda o sadaqaning o'zini berishga tegishli o'ringa bermasak, o sadaqa bo'lmaydi, misol. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda bersamni bo'ladi-ku, yoki qilsamni bo'ldi emas, uni qilish kerak, vaqtida qilish kerak, o'rinda qilish kerak, uni shart-sharoitni to'g'rilab joyida qilishimiz kerak. O vaqtda o narsaniki Alloh taolaning shu buyrug'ini joyida ijro qilgan bo'lamiz, o'zimizga ham foydasi bo'ldi va boshqalarga ham foydasi bo'ldi. Masalan, shu biz shu qog'liqqa kelgan vaqtning o'zi 86-yil kelgan vaqtda 87-88 yildan boshlab lekin shu biz qog'liq deydik. Ash Pokistonga chiqib yurgan bolalar aka, o'sha yerdan o'zi ushaq-tushaq bir ishni qilib, endi bir ish qilamiz deb yurgan. Aşınadan başlap mesela 88 yıldan başlap hareketler bo'lgan bo'lsa 2024 kichilik. Hozirgi vaqt 36 yildan birisi bir qadam oldimizga ilgarilay, necha qadam orqamizga chekinib ketishning sababi nima bo'ldi degan vaqtda u ishniki, ya'ni vatanni ozod qilishdan iborat bu ishniki to'g'ri bir ish ekanligining o'zini biz e'tirof qilgan bo'lsakmi, uni o'rinda qilish, vaqtida qilish işleriga biz ahamiyat bermaganligimiz uchun onun o'zi bizga hech qanday natija bermaylik. Hem aşı ishning har birisidan nurg'ulgan o'zi mag'lubiyat bilan, ziyon bilan o'zi oxirlashib. Mesela 86-87 nima 96-97 yildagi voqealikning o'zimi O'rta Osiyoda bo'lgan haddi hisobsiz ziyonlarni keltiribdi bizga, Uyg'ur millatiga.
Yani 30-40 yıldan beri Uygurlar vatanın azatlığı için teşna olup, şundaq öz qandaq qısaqmı vatanını azat qılamız dep tuğa vaqtının özde, bu işnik məğlubiyyəti bilen O'rta Asiyadan ibaret bundaq çoğ bir özümüzniki turduğan Surullarının özünü tamamen vayron qilib etkendekin, turduğan yerimiz qanmagandekin, xalqimizniki ro'y sunduğan bundaq bir ahval yüz beriklik. Yani etraf aqımızda yani şu bizni qarşıyımızda nayet hiliger özü bir düşmanımızın bağlığını o düşman bizni qandaq bir tuzaq düşürüş ehtimali bağlığını biz his qilmay turib qaramda açmış yüz bergen şu vaqtımızda. Şunun için bu yerdeki näsini boldu dese ahirgi verip şundaq mag'lubiyat bilan ahirlaştı. U yer tatqan ziyan men bay degengidek o men şu Qazaqstanlıda yaşagan boğaşqa o işqi men aldın qatarda kirmegen edi 89'dan başlap şu o iş qancha qatnaşqan ondan burun özemlik ticaret bilen bolgan bir adam. Misalda yani şu yerdeki şu insanlarımız bolgan ziyan, yani o'zi ruhiy jihatdan, jismoniy jihatdan, iqtisodiy jihatdan va xalqaro siyosat jihatdan, masalan, xalqaro bolgan ta'sir jihatdan aytgan vaqtda hatto hisobsiz ziyan buluqliq şu vaqtda. O ziyan nima uchun bo'ldi degan vaqtda biz shu yerda ishni to'g'ri qilamaganlikdan bo'ldi. Hattoki Qozog'istonda shu ishki saqchini o'ltirib etgan vaqtida Qozog'istonda tug'ilib cho'mgan 1800-yillari, 1700-yillari ota bobolar chiqqan Uyg'urlarning o'ylarini aqtuga ishlab bo'lgan misol shu vaqtda. Demak, shu yerdagi Uyg'urlarning shu Uyg'urlarga ko'langa tushirgan ishlar bo'ldi-da bu. Shuning uchun bu yer demoqchi bo'lgan nima degan vaqtida biz düşmanımız çoğ, kuchlik, hem jiq, hem undaq o'zi bo'g'ashqa buni biz bunun qarshi ish qilgan vaqtida her bir ishni faloh bo'liqlikin bir qatim, ikki qatim o'ylanish emas. Eng az 5-10 qatim o'ylanib, qayta uni o'lchab, ko'rib, undan keyin o'zi ish qilish bizga nihoyatda o'zi muvofiq bo'ldi. Hem uni kasb ahli bo'lishimiz lozim. Şu vaqtda o'zi biz nima qilgan bo'lamiz desa, Alloh taolaning kelimasiga, Alloh taolaning kelimasidan iborat, ya'ni Qur'oni Karimga to'g'ri o'zi muomala qilgan bo'lamiz, to'g'ri ergashgan bo'lamiz. Mana mush vaqtda biz o'zimizni yuqori o'ringa chiqarishga harakat qila olgan bo'lamiz. Ya'ni Sura Baqarniki 1-oyatining 5-oyatigacha oraliqdimi? Misol Alif Lam Mim zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin degan oyatning oxiri ulayk ala hudan min rabbihim va ulaykumul muflihun degan mush oyat qishilik oraliqda nima deydi degan vaqtda Qur'oni Karim muttaqilar uchun hidoyat deydi-da. Muttaqi degan nima degan vaqtda to'g'ri ish qilgan odam uchun. Muttaqi degan xatolikdan saqlanma degan odam uchun deganning qarshi ta'tirsi, yani to'g'ri ish qilma degan odam uchun. Yani qanday bir odam ishimni to'g'ri qilsam bo'ldi desa, u odam Qur'oni Karimga ergashsa, yani Qur'oni Karimni o odam o'ziga yetakchi qilsa, u to'g'ri ish qila oladi degan gap. To'g'ri ishniki o'zi netinchisi nima bo'ldi degan vaqtda Alloh taolo bu yerda xuloslab ulayka ala hudan min rabbihim. Yani xatolikdan saqlangan odamlar ala hudan min rabbihim. Rabbiniki to'g'ri yo'lning ustida bo'lgan bo'ldi. To'g'ri yo'lning ustida bo'lganligining isbot nima degan vaqtda va ulaykumul muflihun. O adamniki nijotlikqa erishishi. Yani bir adam o'zi bir ishda g'alaba qozonsa, o adam o işin to'g'ri qilganligining isboti bo'ladi deydi Alloh taolo. Yani biz vatan millat uchun shunchalik o'zi ishni qildik desakmi, hech qanday bir netinchini qozonmaganligimizning o'zi nima degan vaqtda ishni to'g'ri qilolmadik degan ma'no chiqadi. Shuning uchun bu yerdagi bu masala nega bor degan vaqtda biz iloy kelimatulloh emas, kelimatulloh yel ulyoning o'ziga biz ergashgan vaqtda uni ustimizda qo'yib turib, ashnoq ergashib, ashnoq o'zi birdan shu Alloh taolo buyruqlarini, Allohning buyruqlarini ijro qilish va ijro qilgan vaqtda to'g'ri ijro qilishni o'rgangan vaqtimizda qanday qildik ekanmiz deganda biz o'zi nijotlikqa erisha oladi ekanmiz degan gap. Ya'ni oxirsida netinch qozona oladi ekanmiz degan gap. Agar undaq bo'lmaydi-ki, biz o'zi iloy kelimatulloh deb Alloh taolaning kelimasini ustun qilgan kishi, Allohning kelimasi tövellishib ketibdi. Endi men uni ustun qilma deydigan bo'lsa, u Allohga o'zi shirk keltirgan bo'ldi mana aytgan vaqtida Alloh taolaning o kelimasiga hech bir zaman bu odam uni Alloh o'zi ustun qilgan narsani o odam o'zi ustun qilish qudratiga ega emas.
Onun için Allah'ın ornuga özünü koygan boldu. Şu vaqtda özü şerik keltirgen boldu bu adamlar. O hatalaşkan boldu. Bir taraftan. Yani bir taraftan bu kelime arkalık insanların özüne hem özüne halaket yolga etmangan boldu. Yani özü Peygamber Aleyhisselam'a Sure İsra'nınki 79. ayetinde ve minel leyli fetehecet bihi nafileten leki esa ayyebeseke rabbuke makamen mahmuda degan moşu ayetinin özüne düşürüşteki sebep mi? Benim moşu yukarıki ayetlerle münasebetli. Yani Allah Teala'nın kelimetullahiyel uliya degan Kur'an-ı Kerim'de ibaret moşu sözüge egeşke vaxtida, toğru egeşke vaxtida, onu toğru icra qilgan vaxtida Peygamber Aleyhisselam'ın o söz ne kapırdı ki diye vaxtida makamen mahmud kapırdıganlığını gösterdi. Makamen mahmud degan nima degan vaxtida hamma odam e'tirof qiladigan bir yerga apırdı bu degan gap. Yani Peygamber Aleyhisselam Mekke'ni fetih qilgan vaxtida bütün etrafidagi Arablarning hammasi o Peygamber Aleyhisselam boshchiligidagi bu hokimiyatni e'tirof qilgan, e'tirof qilib o'zi Qur'onda yana Nasr surasida yadkhuluna fi dinillahi afwajan degan kelimeler var. Bu nimani bildirdi desa, yani şu o'zi payg'ambarniki şu hokimiyatidan iborat ashuna hokimiyatiga guruh holatda kiradi. Yani şu Peygamber Aleyhisselam Mekke'ni fetih qilgandan keyin her tarafdan aşağı qabilalar kelib, bo'ldi biz o'z nurg'unlari, biz o'zimizni dinni qilib qolsak, hammasini hokimiyatini e'tirof qilamiz. Biz bojni to'lasak vaqti deb kirgan shundoq o'zi ma'lumotlar bor Qur'oni Karim nimada shu tarixda. Bu nimani bildirdi desa, Peygamber Aleyhisselamni ko'zga ilmagan insonlarning hammasi o Peygamber Aleyhisselamni e'tirof qilishga majbur qoldi degan gap. Hatto Abu Sufyan boshchiligidagi insonlar e'tirof qilishga majbur bo'ldi. Shu vaqt Peygamber Aleyhisselam nega yetdi degan vaqtda maqam mahmudga yetdi degan gap. Yani hamma odam voy Muhammadga zodi hamda Muhammadning hokimiyatiga biz o'zi bo'ysunmasak bo'lmaydi degan bir holatga yetkazdi. Shuning bilan o'zi hamma odam uningga qarshi turish degan bir narsa qarshi turishga o'zi nim qilolmadi, jur'at qilolmadi. Majbur holatda yana o'zi bu hokimiyatni e'tirof qildi. Uni Alloh taolo bu yerda nima deydi desa, asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda deb bayon qildi. Yana o'zi Tin surasining 4-oyatining o'zida laqad xalaqnal insani fi ahsani taqvim degan oyatning o'zidami Alloh taolo mush Qur'oni Karim orqali insonlar o'zini o'zi tuzab ma'nolaydigan bir iqtidor egasi ekanligini ham bayon qildi. Yani insonlar Qur'oni Karimni yaxshi o'qib, buning ichidagi yaxshi yomon, qaysi ishni qilsak to'g'ri bo'ladi ekan, qaysi ishni qilsak xato bo'ladi ekan, ashuni o'zini bilgandan keyin shu bilimga asosan inson o'ziniki xato yo'llarining o'zini, xato e'tiqodlarining o'zini tuzatilish iqtidoriga ega deydi Alloh taolo. Hech bir zaman insonni bir holatda yaratib qo'yib, o inson shu o'zining holatidan chiqolmaydigan bundaq bir maxluq emas. Yani kallasını işletse, o yerde her qandaq bir öz yolunu tep mağalaydigan, bundaq bir maxluq ekanligini, eğer Allah Teala'nınki dini egeşki vaqtida o din arqılıq insan özünü tuzab mağalaydiganlığının özünü bayan qılıdı bu yani, bu ayetning özüde. Ve yana Şems surasındaki 7-8 ayetinde ve nefsin ve ma sevvaha fe elhemaha fucuraha ve takvaha degan ayetning özüdüm Allah Teala insonga berilgan iqtidor sohasida shuni bayon qiladi. Yani insonni to'liq yaratib bo'lgan vaqtda, yaratgan vaqtda shu yaratish jarayonini nim qildi? Fa'alhamaha fujuraha va taqvaha. Insonga o insonning iqtidorida yaxshi ishni qila oladigan va yomon ishlarni qila oladigan shunday bir iqtidorni qo'yib yaratdi. Yani insonning vujudida yaxshi ishni qila oladigan, yomon ishlarni qila oladigan bir iqtidor bor degan gap. Alloh taolo shunday yaratgan deydi. Qad aflaha man zakkaha va qad khaba man dassaha. Aşu ayetning oxirisida o o'ziniki nafs xohishning o'zini inson pokiz tutgan vaqtida o cho'qim g'alabaga erisha oladi, uni bulg'agan vaqtida o mag'lub bo'ladi deydi Alloh taolo. Demak, bu yerlik narsa nima degan vaqtda inson o'ziniki yo'lni o'zi tep mang'alaydigan maxluq, to'g'ri yo'lga mang'amadisa mang'alaydigan, xato yo'lga mang'amadisa mang'alaydigan. Agar o inson o'ziniki shu aqlni ishlatib, o'zini pokiz tutib, to'g'ri yo'lda mangsa, o cho'qim
g'alabaga erisha oladi. Bu nimani bildirdi degan vaqtda biz o'zi Qur'oni Karimda iborat Alloh taoloning bu kelimasiga ergashgan vaqtida biz nima qildik ekanmiz degan vaqtda o'zimizni qutuldira oladigan bir yo'lni topa olar ekanmiz degan gap. Ya'ni biz buningda davlatchilik, ya'ni Qur'onga asosan davlatchilik dedik, Qur'onga asosan siyosat dedik, Qur'onga asosan iqtisod dedik, Qur'onga asosan jamiyat dedik, nurg'ulg'an mavzularning o'zini, mazmunlarni bayon qildik. Shu mazmunlarning hammasining o'zini ko'rib chiqsa, Qur'oni Karimda jamiyatni qanday yashash, jamiyatni qanday taraqqiy qildirishni tortib, iqtisod va siyosat, davlatni qanday qurish sohasini tortib hamma narsa bor. Uni shu o'zi Alloh taolo ko'rsatgan shu prinsipga asoslanib turib, shu ishni qilgan vaqtida u to'g'ri bo'ladi va inson uningda cho'qim o'zi bir natija ola oladi degan gap. Yana o'zi u yerda Alloh taoloning kelimasiga ergashish ayiq qilib qolsin, men Allohning kelimasini yuqori o'ringa ko'tiraman deb o'zi yuqori o'rin chiqib olgandek his qilib o'zini Allohning kelimasi tövanga tushib ketgan, men buning o'zini yuqori o'ringa ko'tiraman deb buni jadallashib qolsa, u vaqtda o inson o'zini o Allohning kelimasini yuqori o'ringa ko'tirish emas, o'zi shu ozg'alga tushib ketgan gap endi. Zaten ashta tushib ketishlik bizning tariximizdan buyon shu islomiyat deymiz, ammo shu uydurma islomni qabul qilgandan tortib bugungi kungachilik zaten biz ilgari kelmasning butun sababi nima degan vaqtda biz xato bir narsaga ergishib qolganimiz uchun bu yerdagi butun o'zi sabab nima bo'ldi degan vaqtda xato yo'l bizni xato manzilga olib bordi. Hozirgi vaqtdagi mag'lubiyatimizning buniki bir asosi degan gap. Şoňma o xulaslagan vaqtida ilahi kelimatullah bilan kelimatullah yel ulyaniki farqi nima degan vaqtida ilahi kelimatullah o Allah'ın kelimesini âli qilish şuardan ibaret. Yani aş şuarının özünü bana qilish arqılıq milletni aldaş, xalqni aldaş işlerini yapmangan tarixten buyan yaqindan şu işler bulup hazırmı belki Türkiye'de ve başka yerde aşındaki sözler buluvatkandı. Ama hiç qanday bir adam Allah'ın kelimesinin özüne yuqori o'ringa ko'tarolmaydi. O zaten yuqori o'rindagi bir kelime o. O'niki insonlarniki uni yuqori o'ringa ko'tarish ehtiyoji yo'q o kelimeniki. Çünkü Allah'ın kelimesi bo'lganligi uchun. Faqatla biz şu yuqori o'zimizni yuqori o'ringa chiqaramiz, o'zimizni yuksaltamiz. Mushu o'zi nomus qiladigan mushu hozir hayotdan qutulamiz deydigan bo'lsak, u vaqt qanday qildik ekanmiz degan vaqtda Qur'oni Karimdan iborat bu o'zi yo'l ko'rsatgan bu kitobning o'ziga to'g'ri ergashgan vaqtda, to'g'ri amal qilgan vaqtda biz o'zimizni yuksalta olar ekanmiz va o'zimiz yuqori o'ringa chiqa olar ekanmiz degan gap. Ya'ni Qur'ondagi kelimatulloh yal ulya bizni töven o'rindan yuqori o'ringa chiqarish uchun kelganligini Qur'oni Karimniki buni ko'rsatadi. Hem ağu ehl-sünnet vel cemaatlik devakan gepçi degan vaqtda u Allah'ın kelimesi töve o'ringa tushib qolgan, uni insonlar yuqori o'ringa chiqarish uchun kurash qilayotganligini ko'rsatgan bir narsa. Bularniki maqsadi yana bir narsa bor. U nima degan vaqtda ilahi kelimatullohdan hammasi islom davlati ya xalifalik yoki islom amirligi o'xshash bir narsani qurish degan bunday bir narsani mashinadan chiqaradi. Ammo Qur'oni Karimda bunday bir narsa yo'q. Islom davlati şeriat devleti, İslam emirligi, xalifa quruq deyilgan bunday bir narsa asla mavjud emas. Qur'onda insonlik devleti qurish, hamma inson barobar yashay oladigan, hech qanday bir insonniki insonligiga, ya'ni uniki diniy e'tiqodi bo'lsin yoki milliy madaniyati bo'lsin, urf-odati bo'lsin, bir inson yana bir insonga haqorat qilmaydigan, hammamiz inson deb o'zi o'xshash yashaydigan bir jamiyat barpo qilib yashashning o'zini Qur'on buyuruydi. Asla o'zi bütün insonlar hammasi bir dinga e'tiqod qilish kerak degan bir narsani asla buyurmaydi. Qur'oni Karimdagi va yakuna dinu kulluhu lillah degan oyatning o'zini xato tarjima qilish orqali bütün dinning hammasi Alloh taolo uchun bo'lgan qadar urush qilindi deb ashar xato tarjima qilish orqali insonlarni aldayotgan ishlar bor. Bu yerlik narsa nima degan vaqtda payg'ambar alayhissalom Makkada shu oyat tushgan vaqtda Makkani fath qilgan vaqtda tushgan oyatlar bütün din Allah üçün bo'lgan qadar urush qildik ekanmiz deb shu yerda shu Abu Sufyan, Muaviya, shu Umayya qabilasi
butunlay o'zida islomni qabul qilmagan ashlarning o'zini qatlam qilib ashadi. Bir ish qoyir yo'q. Buningda biz nimani bilib olar ekanmiz degan vaqtda diniy e'tiqod faqat Alloh va insonning o'rtasidagi ish degan nuqtaga insonlar kelgan qadar kurash qildi degan. Ya'ni diniy qarshilikni tamoman yo'q qilish uchun. Ya'ni hech bir inson, ya'ni bir jamiyatda islom diniga e'tiqod qiladigan xristian diniga, yahudi diniga, budda diniga va boshqa dunyodagi har qanday bir dinga e'tiqod qilgan odamlar bo'lishidan qat'iy nazar hech bir inson ikkinchi bir insonniki diniy sohasida sen ya musulmon ekansan, sen aralashmayman yoki sen xristian ekansan, aralashmayman demasdan mening dinim o'zimning shaxsiy ishi bu, Alloh va mening aramdagi ish. Ma insonlar orasiga men dinni suqish orqali bu yerda o'zi jadal chiqarsam bo'lmaydi degan bir ong'i kagichilik kurash qildi degan gap Alloh taolo. Ya'ni budagi natijasi nima degan vaqtda lakum dinukum valiyadin. Yani hamma odam o'zimning dini o'zimga degan nuqtaga kelgan qadar kurash qil deb Alloh taolo payg'ambar alayhisolamga ashta deylik va shuning uchun payg'ambar alayhisolam Makka fatih qilgan vaqtida hamma odamning diniy e'tiqodi o'ziga, hech bir inson yana bir insonning o'zini dinda zo'rlamaydi. Dinda zaten Qur'oni Karimda la ikraha fid-din degan o'zi oyat bor. Dinda zo'rlash yo'q. Shuning uchun biz hech kimni diniga zo'rlamaymiz va boshqa dindikilar, ya'ni mushriklarmi o'zining diniga boshqa odamlarning o'zini sen musulmon bo'lib ketding, nima uchun sen musulmon bo'lsa, sen yana mushrik diniga qaytishing kerak deb bunda zo'rlashga bo'lmaydi degandek prinsiplarni ashad bekitgandan keyin hammasi jimg'an. Shu yerda payg'ambar alayhisalom islomni qabul qilmagan hech qanday bir insonning o'zini islomni qabul qilmaganlik sababidan o'ltirgan emas. Ya'ni islomni qabul qilmaslik insonniki o'ltirilish yoki hayot qilishiga hech qanday aloqasi yo'q. U inson xolis islomni qabul qilsin, xolis qabul qilmasin o'zining shaxsiy ishi. Ammo bu yerlik narsa nima bo'lsa, jamiyatda yashayotgan insonlarga zarar beradigan dinni bano qilib, u insonlarga zarar beradigan bir nuqtaga kelgan vaqtda u din xato bir o'z insonlarga xato bir narsaning o'zini ekvatib degan gap. Ya'ni u odamniki e'tiqodidagi din insonlarga zarar beradigan dinga aylanadi degan gap. Ya'ni Qur'oni Karim bor bunday so'zlar misol. Araytallazir yana shu Maun surasining o'zimi Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina yuraun va yamnaun al maun deydi. Bu shu namoz deb tarjim qiladi misol. Namoz deb tarjim qilgan vaqtda Alloh taolo namoz o'qigan insonlarning o'ziga la'nat qiladi misol. Agar ashlarni tili bilan aytgan vaqtida. Nima uchun la'nat qiladi? Sen namozni o'qib boshqa odamning o'zini yaxshi ishni to'sadigan bir namozga aylantirib olsan, misol. Namoz o'qib boshqalarning o'zini to'van ko'radigan. Masalan, hozir bizda bor-ku. Bir yer namoz o'qib bir jamoat bir qancha jamoatli bir yer yig'ildi, masalan 40lik jamoat bir yer yig'ilsa, 4-5 oy namoz o'qiydigan insonlar bo'ladi. Lekin namoz o'qigandan keyin namoz o'qimaganligiga salbiy ko'z qarashda qaraydigan odamlar bo'ldi misol. Namoz o'qisang u o'zingning ishi. Yana bir odam bilan nima aloqasi bor u ishniki misol. Ro'za tutsang o'zingning ishi. Islom diniga e'tiqod qilsang o'zingning ishi, qilmasang o'zingning ishi. Sen bu insonlik nuqtasida bir yerda jam bo'lib yashashing kerak. Shuning uchun bu yerlik narsa nima degan vaqtda dinni bano qilib jamiyat tartibini buzish, jamiyatda insoniyatga o'zi zarar beradigan bir dinga aylantirib olish bu butlay xato. Shu Qur'oni Karimda davomli o'z Yahud Nasara va boshqa dindagi insonlarga la'natlangan ularning o'zini bu xato yo'lda ketdi, bular o'zi qiyomat ko'z andoq bo'ldi, mandoq bo'ldi, jahannam kirib deb Alloh taolo ashunday o'z bayonot e'lon qilishning butun sabablar nima degan vaqtda bir Yahudi dinni bano qilib, Yahudi bo'lmagan insonlarga qarshi, ya'ni Qur'onda bor bu oyat. Men kim Yahudi bo'lsa u jannatga, Yahudi bo'lmagan jannatga kirolmaydi. Nasaralar o'z u kimki nasara bo'lmasa u jannatga kirolmaydi degan ashunday so'zlarni qiladi degan Qur'onda maxsus oyatlar bor. Ya'ni sen jannat kirsang o'zing kir, kirmasang o'zing kirim, boshqa bir insonniki ishi bilan ishing bo'lmasin degan gap. Yani bu yerdeki faqat musulmonlar tushgan narsa nima degan vaqtda la ikraha fid-dinni oxirida qad tabayyana rushdu minal g'ay degan oyat bor. Shu yerda haqiqatni o'zini deb qo'yish o'tirdi. Ya'ni mandaq Qur'oni Karim mandaq narsani deydi, bu mandaq bir haqiqat, mandaq yaxshi ish deb uni insonlarga yetkazib qo'yish vazifamiz bor. Ammo hech bir insonni diniy e'tiqod sababidan haqoratlash,
eyiblash yoki uni jahannamlik bo'ladigan, murtad bo'ladigan, murji bo'ladigan bunda gaplarni qilish bu islomga tamoman zid. Bu Qur'onda necha ta'kidlangan yerlar bor misol. Qur'oni Karimda eng o'zi qarshi turgan narsa nima degan vaqtda insoniyatning shaxsiyatiga va milliy kimligiga yoki diniy kimligiga qarta hujum qilish bu nihoyat qattiq cheklangan. Chunki Qur'onda vala tasubbul lazina yad'una min dunillah degan oyat va la yaskhar qawmun an qawmin degan oyat va misol bu shuning hammasini nima desa millatchilik qilishni Alloh taolo to'smaydi. Millatchilik qilib o'z millati uchun xizmat qilish bu nihoyat go'zal bir ish. Ammo sen millatchilik qilib boshqa millatga haqorat qilgan vaqtingning o'zida u millatchilik doirangdan chiqib boshqalarga ziyon berish doirasiga kirisi degan gap. Buni Alloh taolo cheklaydi. İnsanların dindar bulup yaşashga Alloh taolo buyuruydi. Ammo dindar bo'ldim deb u dindarlıktan chiqib dinchi bo'lib boshqa bir insonniki o'z dini haqorat qiladigan, boshqa insonlarga o'zi din sababli uning o'zini masxara qiladigan mundaq bir holatni shakllantirgan vaqtda bu ziyon selish nuqtasiz o'tgan bo'ldi. Alloh taolo buni cheklaydi degan gap. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda hattoki vaylun likulli humazatil lumaza degan oyatning o'zidan bu shuni bayon qildi misol. Shaxsiy nima qilgan vaqtda bir odamning bundaq birisi ya urug' bo'ldi, ya semiz bo'ldi, ya egiz paka bo'ldi misol. Ya chiroyli bo'ldi, ya sat bo'ldi. Bundaq shaxsiyatiga qartami, semizga, ma urug'ga, aysa andaqkans deb uniki shaxsiyatidagi narsalarning o'zini bano qilib, uningga o'zi azob berish bu Qur'oni Karimda cheklandi. Yani o'zing osmondagi oyib ketsan ketaver. Bu o'zingdagi narsa. Ammo boshqa insonlarning o'zini sen meningdek emasga deb o'tirib uni haqorat qilish nuqtasiga kelish bu Qur'on cheklaydigan bir narsa. Shunga Qur'oni Karim eng birinchi darajadagi inson haqlarining o'zini himoya qilgan, inson haqlarining o'ziga ahamiyat berishga buyurilgan bir kitob. Eng odatdagi masalan Qur'onning o'zida vala talmizu anfus nima vala tanabazu bil alqab degan oyatlar bor shu la yaskhar qawmun an qawmin degan oyatning oxirisida bir-birini hatto laqab qo'ymang deydi Alloh taolo. Falon toz pustani baz degandek o'z laqablarini qo'yib, uning o'zini nim qiladigan kamsizgan yoki bo'lmaydi uning inoat to'kilishiga sabab bo'lgan bunday gaplarni qilmang deydi Alloh taolo. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima desa, eng tovandan tortib yuqorigachilik e'tiqod sohasida bo'lsin, iqtisod sohasida bo'lsin, siyosat sohasida bo'lsin, yoki jamiyat sohasida bo'lsin, yoki shaxsiyat sohasida bo'lsin. Har qanday sohada o'zingga belgilangan bir doira bor dedi Alloh taolo. Shu doira ichida harakat qilsang bo'laverdi. Ammo u doirani shunday atlab chiqib ikkinchi birsiniki, ikkinchi bir shaxsning yoki ikkinchi bir jamoatning yoki ikkinchi bir millatniki yoki bir ikkinchi dindagi insonlarniki doirasiga shunday atilgan vaqtning o'zi bu ikkinchisiga tajovuz qildik hisoblandi, hujum qildik hisoblandi, uning zulm qildik hisoblandi. Buning o'zini Alloh taolo nima deydi degan vaqtda zulm deb qaraydi. Qur'on faqatla o'zi adolatni tiklash uchun kelgan kitob, adolat zulm qarshi degan gap. Agar u odam ashta qilgan vaqtda adolatni buzgan bo'ldi, adolatni buzish zulmni maydonga keltirganlik, buning o'zi tamoman Alloh taoloniki Qur'oni Karimdan iborat bu kitobniki nimasiga maqsadiga zid. Ya'ni shuning uchun bu yerda Alloh taolo uni cheklaydi. Ya'ni har qanday sohada bo'lishni nazar boy degandek hamma narsani chiroyli tushuntirish, anglatish u Alloh taolo ko'rsatgan narsa. Va ammo bi ni'mati robbika fahaddis degan oyatning o'zimi Alloh taolo bergan ne'matni sen so'zla dedi insonga. U ne'mat nima desa Qur'oni Karimdan iborat ne'mat deydi. Qur'oni Karimni bilgan insonlar uni boshqa odamlarga yetkazish vazifasi bor. Lekin yetkazdim deb uning o'zi sen buni kirmading yoki bo'lmaydi sen boshqa dinda ekansan deb o'tirib uni haqorat qilish yoki sizning fikring menikiga sal o'xshamaydi deb uni haqorat qilishning o'zi Qur'oni Karimda tamoman cheklangan bir narsa. Yani buning o'zi islomga zid. Shuning uchun nima kalimatulloh yal uliya degan so'zniki bir nuqtasi nega bor degan vaqtda hamma odam o'ziniki haq-huquq doirasini yaxshi bilib olish va boshqa insonlarning haq-huquq doirasiga hujum qilmaslik bu Qur'oni Karim belgilagan bir narsa. Shunday qilgan vaqtda inson Alloh taoloniki oliy kelimasiga ergashgan bo'ldi degan gap.
ilahi kelimatullah aşının ziddi boyunca başka insanın özü İslam'a girmegen bolsa sen özün demiş İslam'a girmeli dep onun özünü öldürüş halal, qeni halal, jeni halal, xotunu halal dep özü beş batman halalını çıkarıp ölüp bu yerde onu kılıçqa apırdıgan gep ilahi kelimatullah bu öz Kur'an-ı Kerim'e tamamen zid. O kirmesi özü kirmedi, o sana hiç qanday onun var işin nime, işin buluş o Kur'an-ı Kerim'deki prensipga zid degen gep. Xoş. Xoş, sual varmı? Sual. Bayatıda Suratul Baqara'nınki 5'teki 5 ayetini misal kıldı o. Takva doğruluk gep kıldı edi. Bu kitap şu takvadarlarını yani mesuliyetçen kişilerini hata işini az kılıp yani doğru işini doğru kılıp hatadan saklandıgan muşundaq insanlarga yetekçi mi ya olmasa aşağı deslepte Kur'an okuyan adam tercümesine aşağı kelgen çağda biraz nıkıp kaldı şu kellesi. Onda Bu nimish takva qilqi? bizim üşendiğin takvalar var o. Ha. Aşı takva bolup balgan. Yani Müslüman bular hemen bir joy keltirip en mucize deymiz go biz şu. Ha. Ayna bolup balgan degen onu yetekçilik kılamdı ya olmasa işte toğrı iş kılgan mesuliyetçen kişilerge yetekçi olamdı. Ha. Bu o ayetniki özdümü misalda lil muttaqin deb ahir ellezine yu'minuna bil gayb ve yuqimuna salata ve mimma razaqnahum yunfiqun vellezine yu'minuna bima unzila ileyke ve ma unzila min qablik ve bil ahireti hum yuqinun diye ayetning o'zi lil muttaqinniki nemisemdi tafsiloti. Qur'oni Kerimde kitabın uhkimet ayatu sümme fussilet milletun hakimin habir diye ayet var. Sure Hud'ның 5'inde. Şunun asasen birinci kademde Allah Teala lil muttaqin dep onu icmali halatda bayan kılıqlık. Hem de muttaqi degan nemiz hatalıktan saqlanğuchi insanlar üçün. Yani bir insan men hata iş qilmasam bo'ladi, to'g'ri ish qilsam bo'ladi desa, o insan nim qilish kerak degan vaqt Qur'oni Karimni o'ziga yetakchi qilsa to'g'ri ish qila oladi degan gap hamda. Hudan lil muttaqin deganing o'zi zalikel kitoblar fihi hudan lil muttaqin deganing o'zi mush kitob muttaqilar uchun hidoyat bo'lishda, yetakchi bo'lishida shak yo'q degan gapda. Buning o'zi nimani bildirdi degan vaqtda bir odam to'g'ri ish qilsam bo'ldi degan inson Qur'oni Karimni o'ziga yetakchi qilsa, u odam to'g'ri ish qila oladi degan gap. Ya'ni oxirgisi g'ayb ishini ishonsam bo'ladi, yana Allah'ın bar birligiga, malaiklarga o'zi degan ash 5 iymanga iymon sohasiga ishonsam bo'ladi va yuqimuna salat va o'zi kishilarga yordam qilsam bo'ladi va mimma razaqnahum yunfiqun deydi Alloh taolo. Bu yerda biz bergan rizqni ular to'g'ri yo'lda xarjlasa bo'ladi degan shuning hammasini o'sha birlashtirgan vaqtda bu ishni qilgan odamlar Qur'oni Kerimni qarab turib qilgan vaqtda uni to'g'ri qila olganligini bildirdi. Ya'ni bir odam misol iqtisodidan nafqa bergan vaqtida xalqqa yerga berish u nafqaniki to'g'ri berilganligini isbotlamaydi degan gap. Alloh taolo Qur'oni Karimda ko'rsatgan o'rinlar bor misol. Shu o'rinlarga bergan vaqtda u to'g'ri berilgan bo'ldi. Iymon etgan vaqtdami bir odam o'zi islomga kirdim deb islomga ishondim degan vaqtning o'zida qanday qilsa ishongan bo'ldi degan vaqtdami Alloh taolo Qur'oni Karimda ko'rsatgan shaklda ishongan vaqtda ishongan bo'ldi. U aqida kitoblaridagidek narsalarga qarab turib mushunga qarta ishonsam bo'ldi degan u iymon bo'lmaydi. Misol. Shuning uchun qanday bir odam to'g'ri ish qilaman desa, to'g'ri iymon etaman, to'g'ri o'z yo'l manaman yoki bo'lmaydi. Har qanday ishni to'g'ri qilaman desa, Qur'oni Karimdagi shu prinsiplarning o'zini bilsa, shu prinsiplar asosan yo'l mansa, u inson o'zi azmaydi degan gap. Undaq bo'lmagan vaqt azmaydi, azmagandan keyin nima bo'ldi desa, azmagan inson ulayk ala hudan deydi Alloh taolo oxirgi ashning o'zini lil muttaqinning o'zini xuloslab, men bu to'g'ri xatolikni saqlangan insonlar nerede bo'lgan bo'ldi xato ish qilmagan insonlar?
Allah'uden to'g'ri yo'lning ustida bo'lgan bo'ldi. Yani to'g'ri xato ish qilmagan odam albatta to'g'ri yo'lning ustida bo'lgan bo'ldi. To'g'ri yo'l ustida bo'lganlikniki nimasi dalil nima bo'ldi degan vaqtda oxirdagi nijotlik, ya'ni u odam bir o'zi u to'g'ri yo'lning oxirsida bir narsa qozonish kerak endi. Bir bu o'zi qozonchisi u odamniki, u odamning to'g'ri yo'lda manganlikniki isbot bo'ldi. Shuning uchun biz masalan tarixda nurg'unlagan qatim Sharq Turkiston inqilobini qilgan bo'lsakmi, biz oxirsida netinchi qozonolmay mag'lubiyatdan oxirlashganligi bizniki shu ishlarda nurg'un katkizib qo'ygan, xato qilib qo'ygan yerlarimizning borlig'ini ko'rsatib berdi degan gap. Agar shu davlatimiz shunday qilib qolgan bo'lsa, davomlashgan bo'lsa, u ishimizniki to'g'ri qilganligini, ya'ni ajdodlarimiz ishni to'g'ri qilganligini isbot bo'lgan bo'ladi. Ya'ni shuni qilib qolmaganligi qilgan o inqilobning o'zini. Ammo shu yerda xato qilib qo'ygan yerlar bo'lgan. Uning uchun u narsaniki davom qilolmaganligi mushtarakdan degan gap. Shuning uchun biz deydiganimiz nima degan vaqtda biz Alloh taoloniki kitobi Qur'oni Karimdan iborat bu kitobga ergishish bir masala. Ya'ni Qur'oni Karim yani o'tirib qo'ygan uni to'g'ri ijro qilishdan iborat. Buning o'zini ijro qilish, ya'ni to'g'ri ijro qilishdan iborat bu prinsipga amal qilish, ya'ni bir o'zi cho'ng bir ish degan gap. Har bir ishni qilgan vaqtda buni qilsam bo'ldi emas, uni to'g'ri qilish ishi bor yana. Çapanni kaydi, çapanni 10 kaysami, ta'tir kaysami bo'laverdi deyish emas. Çapanni kay, ikkinchi qadam uni o'zini to'g'ri yana 10 kiyishing kerak. 10 kiyib uni o'z tugumisini ham 10 etishing kerak. Besni ustin, besni tava etib qo'ygan vaqtda u sen haqniki kulkisi qilib qolsa. Shuning uchun bu yerda hamma narsani nimani bildirdi degan vaqtda hamma ishni Alloh taolo Qur'onda buyurgan narsaning har birisini qilishni bo'yniga elish bir masala. Uni to'g'ri vaqt, to'g'ri o'z o'rinda, to'g'ri sharoitning o'zida qilish masalasi yana uningdan cho'ng bir masala. Buni ko'rsatyapti Alloh taolo. Shu taqvo kelimasining o'zini men Qur'oni Karimda izlab ko'rsam 300 qancha yerda 350 mi shunday yerda taqvo kelimasi bor ekan. Har bir so'zda misol bir odam kiyim kiysa taqvoni ishlatibdi Alloh taolo. Jihad qilgan odamni jihad taqvolikni ishlatgan. Xayr ihson qilgan insonlarga taqvoni ishlatgan, ibodatga taqvoni ishlatgan. Hamma sohada taqvo kelimasi bor. Bu nimani bildirdi? Hamma sohada to'g'ri ish qilishni, ya'ni u ishni qilish bir masala, u ishni ham to'g'ri qilish yana bir masala degan gap. To'g'ri. Alloh razı olsun. Yana aslida degan gaplarga qarata bu kitob nima uchun muttaqiylarga o'zi hidoyat. Men buni bir adam so'rgan, nari so'rgan esimni qolmagan bo'lsa-mu, bir yer so'rgan esimda bor. Bu taqvo muttaqiylar uchun bu kitob hidoyat deyishning o'zi nima degan vaqtda bir inson men to'g'ri yo'l mangman, ya'ni yo'limni to'g'ri etmashim kerak degan odam o'ziga to'g'ri yo'l ko'rsatgan bir narsaga ehtiyojli bo'ldi. Shu odamga shu odam ehtiyojini mush kitob qondira oladi degan gapda, mush kitob qarab maqsa u odam o'zi to'g'ri yo'lda manglaydi. Misol nurg'un odamlar bor, bu o'zi mo'minlarga o'zi hidoyat degan, shunday o'zi mo'minlarga yo'l ko'rsatgan, shunday bir kitob, nima kofirlarga demaydi degan bunday so'zlar bor. Chunki biz jamiyatda bunday qarasakmi, masalan bir sotsialist davlatda, biz sotsialist davlatda cho'ng bo'ldik. Shu yerda o'zi shu nima deydi, partiya a'zosi bo'lgan bir odam partiya a'zosi bo'lsa, u partiya a'zosi bo'lgan odamga bir nizomnoma berdi qo'liga. Bir risola berdi kichik. Uningda mandaq qilsa, andaq qilsa, mandaq qilsang bo'lmaydi, ma'nqis partiya a'zoligiga nima zid bo'lgan bo'ldi, andaq nurg'un tushunchalar bor. Uning o'zini biz nizomnoma deymiz misol. Shu nizomnoma qarta ish qildi odam, ish qilgan vaqtda partiya a'zoligiga loyiq holatda shu partiyaga a'zo bo'lganligini to'g'ri o'zi aytmagan bo'ldi. Ya'ni u bir odam partiya a'zosi bo'lgan bo'lsa, u Qur'onni ko'tarib turib, Qur'on qarab yo'l menish bilan partiya a'zosi bo'lamaydi. Yoki bo'lmaydi, u sotsializmniki yo'lda mangan bir odam kapitalizmniki nizomnomasiga qarab menish orqali u to'g'ri yo'l manolmaydi. Ya'ni har qanday bir odam bir yo'lga kirgandan keyin u yo'lga kirgan vaqtning o'zida shu yo'lni ko'rsatgan, to'g'ri tushuntirib bergan
bir o'zi kitobchiga ehtiyojli bo'ldi degan gap. Shu kitob qarab mangsa, u odam to'g'ri yo'l manga oladi. Xuddi shunga o'xshash bir odam men musulmon bo'ldim, Allohga ishondim degan vaqtning o'zida u odam Qur'oni Karimga ehtiyojli bo'ldi. Qur'oni Karimga o'zi qarab manga vaqtida u odam o'zining yo'lini to'g'ri ep manga oladi degan gap. Agar o'zi Qur'oni u odam islom diniga e'tiqod qilib qo'yib, kirib qo'yib, uningdan Qur'on mayda qilib, u Qur'onda yo'q bir narsaning o'zini men ma e'tiqodga, ma iymonga, ma falon deb boshqa bir narsalarga hikoyalik agashgan vaqtida u odamning o'zi u to'g'ri yo'l mangamaydi. To'g'ri yo'lda mangan bo'lmaydi. Chunki u sen Allohning diniga kirdim deysa, Allohning diniga kirgan odam Allohning dinini to'g'ri o'zi tushuntirib, ko'rsatib mangalaydigan bir kitobni yendi tutish kerak. Sen Allohning diniga kirding, oxirida boshqa bir narsaga agishib mangding, masalan, rivoyat hadislarga agashting, fiqhga agashting va aqida kitoblarga agashting, shu fiqh va kazani asos qilgan aqida kitoblarga agashting. Bu vaqtda sen u islom diniga agashmading, boshqa bir narsaga agishib ketyapsan degan gap. Yo'l paloniga nima pustonigan bir narsa bor, bir gap bor bizda. Yo'l bilimi Sarixonga degan. Xuddi shunga o'xshash bir gap. Aylaxonga, at Aylaxonga, yo'l Sarixonga. Mana shunday gap. O masalan men Londonda yashayotgan bir odam Manchesterga borgan bir poyezdga chiqib o'tirib, nimishqa men Glasgowga olmayman desam men qanday bo'ladi misol? Men Glasgowga borgan poyezdga chiqsam Glasgowga apirdi u. Men o'zi Manchesterga borgan poyezdga chiqib o'tirib, undan Glasgowga berishim kerakman desam, u vaqtda hammadan men qarab kulmamdi. Vaqtga saranka deydi, boshqa ish yo'q. Shuning uchun biz bu yerda nima degan vaqtda biz musulmon bo'lgandan keyin biz musulmon bo'ldik degan vaqtning o'zida musulmon Qur'onga agashdi degan gap. Sen o'zi Qur'onga agashmay turib boshqa bir narsaga agashgan vaqtida xuddi o'zi Qashqarga borgan bir odam masalan Kuchadin Qashqarga bormoqchi bo'lgan odamning o'zi Urumchiga borgan poyezdga chiqib o'tirib men Qashqarga berishim kerak deganda bir gap endi. Allah razı olsun. Düşündürüştüğün şeylerle kapitalizm, sosyalizm gibi çıkıp şunu ondan doğrumangan buludu degan gap. Onları hata düşünmemisin hem düşün. Ya bunu bir misal qilib keltirdik. Endi bu odam tuzum sohasi deymizda. Palani yo'lda mangdim desa, shu yo'lni tushuntiradigan bir risolaga ehtiyoji bor. Shuni qarab mangsi to'g'ri yo'lda manggan bo'ldi. Yani bir adam musulmon bo'ldim degandan keyin chuqur musulmonlikni tushuntiradigan bir kitobga ehtiyoji bor. Uning uchun shu kitobga erishmasa, u odam to'g'ri yo'lda mangdi. Shuning uchun u hudallil muttaqin deganning o'zidami kofirlar nima uchun hidoyat emas degan gapning o'zi so'ralgan. O'shaning o'zi nima degan vaqtda kofirlar bu Qur'oni Karimga ehtiyoji yo'q bularniki. Agar ehtiyoji bo'lsa Qur'oni Karimga ishinib, shu Qur'oni Karim qarab mangadi. Eğer Qur'oni Karim qarab mangsa, o kofirlar u musulmon bo'ladi degan gap. Shuning uchun bu Qur'oni Karimga ergishgan odamni kim u degan vaqtda Qur'oni Karimga ishongan, ya'ni Allohning diniga ishondik degan insonlar Qur'onga ergishmoqdi. Ergishmagan vaqtda u to'g'ri yo'lda manglaydi. Bayaqidek o'zi ot Aylaxonga yo'l Sarixon qilib, andaki o'zi e'tiqod qilgan, iymon keltirgan dinimiz mayada, manga yo'limiz oyada bo'lgan vaqtda biz shu manzilni topolmay 80 yo'l deymiz. Ezdiqni oqsiq kirib qolgandek ayndaq o'zi ish bir zaman to'g'ri yo'lni topolmay ayndaq hayotimiz o'tib ketadi. Hatta la raybe fihi degan bu kitobda hech qanday shak yo'q degan oyatga dushmanlik qilgandek zodi. Bu Allohninki kitobida shak keltirib boshqalarcha o'zlarininki ishlayotgan narsasiga boshqalarni ishontirish uchun qilib ketgan hamda ishlari odamni hayron qoldirdi. O nuqtaga kelmayli. Allah razı olsun. Hamda yeni bir savol var. Bayatın degan gapdimi shu iniq bo'ldi. Yani inson din uchunmi yoki din inson uchunmi degan bir savolga bir javob bo'lgan bo'ldi. Shunga bir yeni qaytarib javob berasizlar, bo'lmay. Din inson uchun. Yani bu nima degan bo'ldi degan vaqtda Alloh taolo Qur'oni Karim deylik sizlarni to'g'ri yo'lga yetaklash uchun buni tushundim deydi.
Biz agar to'g'ri yo'lda mang'algan bo'lsak, kitobsiz to'g'ri yo'lda mang'algan bo'lsak, u kitobning hech qanday ehtiyoji yo'q deganga. Demakki, To'g'ri. bizniki shu manfaatimiz uchun mush insonlar to'g'ri yo'lni xatolashib qolmasin, xato yo'lda menib qolmasin, ziyon tortib qolmasin deb o'tirib, bizniki o'zi g'amimizni qilib Alloh taolo Qur'oni Karimni tushirganligining o'zini bayon qildi. Aslo biz o'zi xizmat qilib, din uchun xizmat qilgan bo'lmaymiz. Biz Qur'oni Karimning ichida Alloh taolo buyurgan bir buyruqni biz ijro qilgan vaqtida u buyruq cho'qim bizga manfaat keldi misol. Mhm. Hech bo'lmasa e'tiqod jihati paydo qilgan bo'lamiz, hech bo'lmagan munosabat jihati paydo qilgan bo'lamiz. Nurg'unlagan o'zi shunday yaxshi bir narsani olib keldi. Uning uchun bu yerlik narsa nima bo'lsa, biz islomga e'tiqod qilgan vaqtda, amal qilgan vaqtda biz foydalanamiz. Dunyo va oxirat foyda ola olamiz degan gap. Uning uchun din inson uchun. İnsan bo'lmasa Alloh taolo dinni tushunmay bo'ladi. Misol kim amal qildi unga? Shuning uchun insonlar dunyoga paydo bo'lgandan keyin Alloh taolo dinni tushirdik. Demakki din inson uchun tushgan, hargiz o inson din uchun emas degan gap. Masalan, ba'zi munozaralar bo'lib ketaylik shu. Masalan, sen millating bilan diningni tanlashga to'g'ri kelgan chog'da, men dinimni tanlayman deydigan shundoq savollar bilan nurg'un munozaralar bo'lib ketaylik shu. Sizlarcha bunda munozaraninki bir foydasi bormi yo'qmi? Yalaqa. Bu munozirani to'g'ri qilsa foydasi bor. Bu qilishga tegishli bir munoziralar aslida. Hamda bu insonlar tanlay oladigan, tanlay olmaydigan narsalarni bilish kerakchi. İnson o'zining millatini tanlay olmaydi. Buni bilish kerak. Masalan, men tug'ilgan vaqtda men Uyg'ur bo'lib tug'ilishim kerak deb uni tanlab tug'ilmadim. Ota-onam Uyg'urga tug'ildim, Uyg'ur bo'lib tug'ildim. U tanlaydigan narsa emas u. Men u Uyg'urlikning doirasidan, ya'ni Uyg'urning butun shu Uyg'urni Uyg'ur qilib turgan narsani chikatgan vaqtda Uyg'urlikdan chikatgan bo'ldim, lekin u meni haq Uyg'ur deydi. Men u Uyg'urlikdan faqat tug'ilgan vaqtida kirdi, o'lgan vaqtda bir xil chikadigan narsa. Uni tanlab o'zi men Uyg'ur bo'lay yoki men boshqa bir Xitoy bo'lay yo Arab bo'lay deb undaq o'zi tug'ilgan vaqtda unda tanlab tug'ilgan bir narsa mavjud emas. Uning uchun bu tanlash imkoni yo'q narsa bu. Majbur tug'ilamiz. To'g'ri. Ham dinchi degan vaqtda din aqli hushimizni topgan vaqtida qos to'g'ri deb a dinning kitobini, ma dinning kitobini, ma dinning kitobini ko'rish orqali tanlab o kiralaydigan narsa. Kiralaydigan narsa ham xohlasak chiqata oladigan narsa. Din. Uning uchun bu tanlash imkoni bor narsalar bo'ldi dunyoda, tanlash imkoni yo'q narsalar bo'ldi. Masalan, millatning o'zi bir millat tug'ilish, u tanlash imkoni bor narsa emas u. Shuning uchun buni va Uyg'urlikni tanlamding yo musulmon bo'lishnimi degan savolning o'zi to'g'ri savol emas. Chunki Uyg'urlikni tanlaydigan narsa emas. Hamda musulmonlikni tanlamding degan vaqtning o'zida u to'g'ri narsa endi. Undaq savollar to'g'ri endi. O inson agar musulmonlikni to'g'ri tushungan bo'lsa, islomni to'g'ri tushungan bo'lsa, u to'g'ri tanlashi mumkin. Uni o'zi to'g'ri tushunmagan bo'lsa, tanlamasligi mumkin. U o'zining shaxsiy o'zi tanlash doirasidagi bir narsa. Millat tanlash doirasidagi narsa emas. Majbur, misol. Aşağıda xato tushunildi. Mening ota-onam musulmon bo'lg'achqa men musulmon bo'lib tug'ildim deb, dinni xuddi millatga o'xshash gen xarakterlik narsa deb tushungachga, o ikkisi bir yerga kelib, mana tanlamsa deb, oxiri shu men din uchun o'lima, din uchun bilma qilma debchi, baka ikkisi zetlashib qoldi. Albatta, o nim tushunchim xato tushunchi aslida. Inson ikki musulmondan tug'ilib qolganligi uchun u musulmon tug'ilgan bo'lmaydi. U tug'ilgan vaqtida zaten shu rivoyatda bor unda gapning o'zi. Yuladun adama ala fitratini va lakin abawahu yuhawidanihi va yumajjisanihi va yunassiranihi degan bir rivoyat bo'lgan. Odam bolasi bir fitratning ustiga tug'ildi, ya'ni hech qanday dinga tava emas. Bir holat tug'ildi. Lekin uning ota-onasi xolis Yahudi qilib atalaydi, xolis o'zi majus qilib atalaydi, xolis Nasara qilib atalaydi degan bir rivoyat bo'lgan. Hamda
ata-ana musulmon bo'lib bizni kichigimizdan tortib la ilaha illalloh degan, namoz o'qin, ro'za tutqin deb o'zi 8-10 yoshga kirgandan boshlab qilgandan keyin biz namoz o'qib bilib bilmaymiz uni. O namoz o'qishning nima ekanligini bilmaymiz odatda. Ro'za tutishning nima ekanligini bilmay turib, shunday o'ginib odat bo'lib kelgan. Unda bo'lgandan keyin nurg'un odam deydi, ota-ana musulmon bo'lg'achqa men musulmon tug'ildim deydi. Ammo shu odamniki shu odamni Qur'on bo'yicha Qur'on ko'rsatgan musulmondochilik bo'yicha so'raydigan bo'lsa, hozir nurg'un, masalan, yuzda qancha % chiqdiki bu insonlar? Nurg'un insonlar 5 namoz o'qiyotgan insonlar Qur'oni Karimdagi musulmondochilik haqida javob berolmaydi odatda. Demak, bu Bizda nima degan deganda, vaqtda ilqi keleneksel islom turkilini gapida bizda an'anaviy yani ota-onamiz ashnaqa nima qilgan, biz shunday musulmon tug'ildik degandek bir narsa olib kelgan, odat, urf-odatga o'xshash. Ammo bu islom emas. Islom uni bilib, to'g'ri xatoligini tushunib, uningdagi o'zi kiradigan, amal qiladigan bir narsa. to'g'ri, Alloh razı olsun. O gap xatarlik gapkan, qadrlik ko'rman qarindoshlar. Ata-onam musulmon bo'lib qolg'achqa yoki mening shu musulmon oilada tug'ilib qolganligimdan men bir musulmon bo'ldim deb menda faxrlanishni o'zim biraz diqqat qilsak, izinib baksak, islom dinininki bir gen, yani tug'ilish bilan mana musulmon tug'iladigan ish emasligini, shuning uchun Qur'onni qo'limizga olib, qaytadan bir iymonimizni Qur'onninki taroziga solib, ilgiga solib, tasqab beqishimizni tavsiya qilamiz. Shunga Qur'ondan nazar degan programning ismi shu, qadrli qarindoshlar. Ahmadjon qarindoshim, sizning savol bormi? Ahmadjon, Ahmadjon, qo'yilgan Uxlab qolgan. savol yo'qmi? Bek qattiq aylanib ketgan o'xshamadi masalalar, maşallah. Asosan boshqa qaytib qo'yilgan mazmun bormi, ustoz? Yo'q, o'sha yerda bizim bo'ldiqlaylardi. Men biroz mijozim yo'q deb Kelar, mayli, Alloh razı olsun. Kelar soatlik darsning mavzusi iliq bu yoki bo'lmasa keyin e'lon qilib? Men erta yezib qo'yay deyapman. Bo'ldi. 3-4 tal mavzu bor. Beylen davasına qadrlik Pidoylar ekrani Qur'ondan nazar programmasininki ko'rmanlari, qadrli qarindoshlar, bugungi Allohning kelimasini oliy qilish degan bilan yeni birisiga Allohning oliy kelimasi. Allohning kelimasi oliydir. Allohning kelimasi oliydir degan bu ikki birisi Qur'ondagi, yeni birisi o'zimiz o'ydirib chiqib olgan bu ikki cümleninki, kelimeninki nihayeti çoğ Qur'ondan nazar tashlaganimizda farqi borligini, o'zimiz ko'tarolmaydigan yukni o'zimizga yuklab olib, axir uning ostida qolmasligimiz uchun Qur'ondagi Allohning buyruqlariga amal qilishimiz, uni o'rganishimiz to'g'riliq tavsiyalar bulundu, qadrli qarindoshlar. Bu faqatla o'zimizni bir aynakka qarab, Qur'on aynakidan bir tekshirib, ilgikidan o'tkazib, shu tariqada to'g'ri yo'lni to'g'ri minish uchun qilingan bir tavsiyalar. Ba'zi so'zlar qattiq ketib qolgan bo'lsa, ko'ngilga olmanglar. İnşallah 70. qismda yangi mazmunda Qur'onning nazar programmasi ko'rishguncha Alloh omonat bo'linglar. Teşekkürler ustoz. Teşekkürler Pidoylar ekrani. Alloh omonat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.